Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahoba-i ikromlardan Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Barchalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qolaman. Mana Ramazonni ham 21-kunida turgan ekanmiz. Bugun sizlar bilan 21 va 22 darslarni siz azizlar bilan to'xtalib o'tamiz. 21 darsimiz Ramazon musulmonlarga mehribonlik qilish oyidir degan darslikni siz azizlar bilan gaplashib o'tamiz. Alloh boshlanayotgan da'vatimizni o'zi fayzlik va taqvodorlar qatoridan qilishlikni o'zi nasib ro'za aylasin. Mehribonlik Alloh taoloni fazlidan bo'lib, uni o'z xohlagan bandasini qalbiga solib qo'yadi. Alloh taolo ham mehribon bandalariga rahm qiladi. U mehribon va rahimli zot, rahimli bandalarni yaxshi ko'radi va bandalarini rahimli bo'lishga buyuradi. Inson bir qancha sababatul tufayli qalbidagi mehribonlikni yo'qotib qo'yadi. Gunohlarning ko'payib ketishi ana shu sabablarning biridir. Chunki ular qalbni qoraytiradi va qalbni ko'r bo'lib qoladi, hamda toshdan ham qattiq bo'lib ketadi. Alloh taolo avvalgi ummatlar haqida shunday deydi: "So'ngra shundan keyin qalblaringiz qattiq bo'ladi, ular toshdek yoki toshdan ham qattiq" degan oyati karimda kalomida Alloh taoloning kalomida shunday keladi azizlar. Ular Allohning shariatidan yuz o'girib ketgan haqida esa shunday deydi: "Ahdlarni buzganlar uchun ularni la'natladik va qalblarini qattiq qildik" deb Alloh taolo yana o'z kalomida marhamat qiladi. Qalbdan mehribonlikni ketkazib qo'yadigan sabablarning yana biri mol dunyosi sabab haddan oshish va takabburlik qilishdir. Alloh taolo aytadi, ya'ni o'zini kalomida Alloh taolo aytadiki, yo'q, albatta inson tug'yonga ketadi o'zini boy ko'rgani uchun. Qalbi iymon va solih amallar bilan saqlaydigan kunni mehr va muhabbatda to'laydi. Sahoba-i ikromlardan keladiki, ya'ni mehribonlik va rahimlik faqat Allohga xosdir. Mehribon va rahimli Alloh azza va jalladir. Alloh taolo o'zi ham bandalarga mehribonlik bo'lishni xohlayapti. Ya'ni Alloh taolo o'zi mehribon bo'lib turib, bandalariga ham mehribon bo'lishlikni xohlayapti. Qattiq qo'llikni suymasligini Alloh taolo o'zi aytayapti. Qattiq qo'llik faqatgina Alloh taoloning buyruqlariga bo'ysunmagan itoatsiz kofirlar uchun. Alloh taoloni amru ma'ruf va nahiy munkaridan yuz o'girganlar uchun. Qalb iymon va solih amallar bilan saqlaydigan kuni mehr va muhabbatga to'ladi. Mehribonlikni yo'qotuvchi narsalardan yana biri ko'p ovqatlanish bo'lsa ajab emas, chunki u dimog'dorlik va manmanlikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham Ramazon oyi bu injiqlikni sindirish va norozilikni parchalash uchun kelgan. Ro'zador insonlarning eng rahimlisi bo'lib qoladi, chunki u ochlik ta'mini totib ko'radi, chanqoqlikni his qiladi va qiyinchilikda yashaydi. Shunda uning nafsi mehribonlik va lutf qilishni chin dildan istab qoladi. Har bir musulmondan o'z musulmon birodariga va har bir boshlig'idan o'z ra'yatiga mehribon, shafqatli va yumshoq muomalada bo'lish talab qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelgan hadisda u zot shunday deydilar: "Allohim, kim ummatimni ichida bir narsa boshliq qilsa va mashaqqat qilsa, unga mashaqqat qilgin. Kim ummatimni ishidan bir narsaga boshliq qilsa va yumshoqlik qilsa, unga yumshoqlik qilgin" deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
ummatlarga duo qilyapti. Qanchalik qo'limizda ishlayotgan odamlarga yoki ish berayotgan odamlarga yaxshi muomalada va rahimli holatimizda ish qiladigan bo'lsak, Alloh taoloni payg'ambari, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham aytayapti. Ya'ni kim ummatimni ishida bir narsa boshliq qilsa va yumshoqlik qilsa, unga yumshoqlik qilgan deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadisda u zot shunday deydilar: Alloh kimni ummatimni ichida bir ishga boshliq qilib qo'ysa, so'ngra u ularning hojati, ehtiyoji va muhtojligi bajarishga chiqmasa, qiyomat kuni Alloh uning hojati, ehtiyoji va muhtojligi chiqmaydi, bajarilmaydi deyapti. Olim va ustozdan shogirdlarga rahmdillik qilish talab qilinadi, ularga yumshoq muomala qilinadi. Ularga manfaat olishlari va uni yaxshi ko'rib qolishlari uchun eng yengil va eng yaxshi uslublarni qo'llaydi. Shunda Alloh taolo unga ulkan ajrlarni beradi. Alloh taolo o'z elchisi maqtab aytilgan oyatda quloq tuting. Qola ta'ala: "Fabima rahmatin minallohi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين." صدق الله العظيم. Allohning rahmati ila ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol qalbi qattiq bo'lganingda atrofingda tarqalib ketar edilar. Bas ularni afv et. Alloh taolo kalomida, ya'ni Muhammad alayhissalomni maqtab aytayaptilarki, Allohning rahmati ila ularga muloyim bo'lding, ya'ni mehribon va rahimli bo'lding deyapti. Ya'ni mehribon va rahimli Allohning sifati. Alloh taolo yaxshi solih amallarni qilgan insonlarga o'zini sifatidan oz bunchasini berib qo'yadi. Alloh taoloni rahmati bilan Alloh taoloni payg'ambari Nabiy alayhissalom ham muloyimroq bo'ldi va atrofiga yaxshi kishilar to'planishlikni boshladi. Va Makka mushriklari, Makka kofirlari qattiq qo'llik bilan ish tutdilarki, shuning uchun atrofidan odamlar ketib qoldi. Qanchalik odam yaxshi, muloyim gaplarni aytsa, u uchun yaxshi. Iymondan unga ergashilgan rahmdillik qilishga talab etiladi. Imom ularga og'irlik qilmasligi va ularga zarar bermasligi, ularga rahmdil va yumshoq muomala bo'lmog'i lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan sahih hadisda u zot shunday deydilar: sizlardan kim bir qavmga iymonlik qilsa, ularga yengillashtirilsin. Chunki ularni ichida qari, bemor, kichik, yoshli va hojati bor insonlar bor. Boshqa bir rivoyatda Muaz radhiyallohu anhu insonlarga namozni cho'zib yuborganda, sen fitnachisan, ey Muaz, sen fitnachisan, ey Muaz, sen fitnachisan, fitnachisan ey Muaz deya 3 marta aytganlar. Yana bir rivoyatda Usmon ibn Ambul As radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, men qavmimni imomlik qiling" deydilar. U zot sallallohu alayhi vasallam: "Sen ularni imomisan, ularni eng zaifini unga mos namoz o'qib berish uchun namuna qilib ol. Bir muazzin tayinlasa azonga to'lov olmasin" dedilar. Musulmon da'vatchidan ham o'z da'vatni qilayotganida mehribon bo'lishi ta'lim etiladi. Ularga lutf bilan nasihat qilish, shafqat bilan bayon qilish hamda ularni sharmanda qilmasligi, ozor bermasligi, insonlarga
badnom qilmasligi va gunoh qilayotgan insonlarning oldida harakatlanmasligi lozim. Alloh taolo hatto tug'yonga ketayotgan Fir'avnga muomala qilishda Muso va Harun alayhissalomlarga shunday buyurdi: "Bas unga yumshoq so'z aytinglar, shoyat eslasa yoki qo'rqsa." Boshqa bir oyatda esa qanday da'vat qilishni ta'lim beradi. Qola ta'ala: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sadaqallohul azim. Robbingning yo'liga hikmat va yaxshi mav'iza ila da'vat qil va ular ila go'zal uslubda nazar qil. Albatta Robbing o'z yo'lidan adashtirganlarni o'ta biluvchi va hidoyat topuvchilarni ham o'ta biluvchidir. Odatda bolalarga rahmdil bo'lish talab etiladi. Bu haqida so'z bolalarimizni qanday tarbiya qilamiz mavzusida o'tadi. Ota-onaning farzandlariga mehribonlik qilish, ularni kelajakdagi hayotlari yutuqli va ota-onalariga itoat etishlarda kattasidir o'tkazadi. Chunki mag'rurlik va qo'pollik kengsizlik eshigi hisoblanadi. Qorni ochiqqan ro'zador birodarim qanchadan qancha och qorinlar bilan luqma ko'tarishmoqda, ularni taomlanadigani bormi? Chanqoqlikda jigari quriyotgan birodarlar qanchadan qancha chanqagan insonlar bir qultum suv tushmoqda, ularga suv tutadigan bormi? Eng g'azal liboslarni, eng go'zal liboslarni kiyib yurgan birodarim qanchadan qancha kiyimi yo'q insonlar bor. Parcha matoga zor. Ularni kiyintiradiganlar bormi? Albatta, Alloh taolo bizga nimani o'rgatmoqda? Bizga shuni o'rgatmoqdaki, birodarlarimizga mehribonlik bo'lishlikni. Va Ramazon roza oyida turgan ekanmiz, qornimiz och qolyaptimi? Miskinlarni och qolayotgan holatlarni ko'raylik. Ayrim joylarda hattoki yillab ham non yemaydiganlar bo'ladi, go'sht yemaydiganlar bo'ladi. Alhamdulillah biz go'sht yeb turgan bo'lishimiz mumkin. Yana Afrikada, boshqa joylarda suv tanqisligi ila suvsizlikdan qiynalib o'lib ketayotgan birodarlarimiz ham bo'lishi mumkin, yosh chaqaloqlar. Shularni ham o'ylaylik. Allohning ne'matlariga hamd aytaylik, berayotgan ne'matlariga. Endi biz chiroyli liboslarni kiyib yurgan ekanmiz, tinimsiz yoki bir javonimizni ochadigan bo'lsak, yo shifoniringizni ochadigan bo'lsangiz, kiyim qo'yadigan joyimizni ochadigan bo'lsangiz, shunday ochadigan bo'lsangiz, ichida ashincha turli xil kiyimlarimiz turibdi. Lekin kiyimi yo'qlar qancha. Bu narsalar uchun Allohga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Va mehribon va rahimli zotga Allohga hamd bo'lsin. Mana bugungi darsimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrat darslarida inshaalloh sizlar bilan qanday mav'izada qanday da'vat qilganlari va payg'ambar alayhissalomlarni qanday xushmuomalada bo'lganliklari to'g'risida payg'ambarlar siyratida, payg'ambar alayhissalomning siyratlari darslarimizda tez kunda bular haqida to'xtalib o'tamiz. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas, tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahobai kiromlardan Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'lsin. Mana Ramazonni 22-darsligida sizlar bilan gaplashib o'tar ekanmiz. 2 darsligimizda 22-darsligimiz Ramazonda sunnatni qanday tiriltiramiz degan darslikni siz azizlar bilan o'tamiz. Oldingi darsligimiz nima bo'lgan ekan desa, oldingi darsligimiz Ramazonda mehribonlik bo'ldi. Mehribonlik va rahimlik to'g'risida darsligimiz bo'ldi. Alloh taolo qilayotgan ishlarimizni, bu da'vatlarimizni o'zimizga libos qilib kiydirsin. Taqvo libosini kiydirsin. Ushbu ummatni imomi va uning uchun eng go'zal namuna Muhammad alayhissalatu vassalamdir. Saodat faqat u kishiga ergashishda va najot u kishini izlaridan yurishdir. Alloh taolo mu'minlar haqida shunday deydi. Qola ta'ala: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بالله وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Ular o'z huzurlaridagi Tavrot va Injilda yozilgan holatda topadigan, ularni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradigan, ularga pok-pokiza narsalar halol qilib, nopok narsalardan harom qiladigan, ustilaridagi yukni yengillatib, kishilarni yechadigan umumiy nabiy payg'ambarga ergashdilar. U zot payg'ambar etib yuborilgandan keyin jannatga faqatgina u zotning yo'lidan yuborilgan kishi kirishi mumkin. U zotning sunnatlari Nuh alayhissalatu vassalam kemalari kabi, kim unga chiqsa najot topadi, chiqmasa halok bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Batahqi sizlar uchun Allohdan va oxirat kunida umidvorlar bo'lganlar uchun va Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Rasulullohda go'zal o'rnak bor edi" deb Alloh taolo o'z kalomida aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Meni sunnatimni va mendan keyin Rashid xalifalar sunnatini lozim tuting. Uni oziq tishlaringiz tishlang, mahkam tuting. Dinda yangi paydo qilingan ishlardan saqlaning. Chunki har bir yangi paydo qilingan narsa bid'atdir va har bir bid'at zalolatdir." Boshqa bir hadisda esa shunday marhamat qiladilar: "Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emasdir." Yana bir hadisda esa shunday ma'no bor: "Kim bizning ishimizda bo'lmagan amallarni qilsa, u rad etiladi." Alloh taolo shunday deydi. Mana payg'ambar alayhissalatu vassalam aytayaptiki, meni sunnatimni va mendan keyin Rashid xalifalar sunnatini lozim tuting. Ya'ni biz oziq tishimiz bilan mahkam ushlamoqligimiz kerak. Ya'ni tishlamoqligimiz kerak. Bu narsani, sunnatlarni, Qur'onni mahkam tishlamaydigan bo'lsak, u narsa chiqib ketib qoladi. Va dinda har xil bo'lmagan bid'atlarni paydo qilishlikni boshlaydi. Yana
bir narsa borki, haliga yaxshi bid'at, manaqa bid'at deydiganlarga darsligimizda keltirilyaptiki, har dinda, ya'ni chunki har yangi paydo qilinayotgan narsa bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir deb payg'ambar alayhissolatu vassalom aytib ketyaptilar. Bu narsani hazakam deb yurmaylik. Qur'on va sunnatni ushlaylik. Yana payg'ambar alayhissolatu vassalom aytayaptiki, kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emasdir deyapti. Shunday holatlar bo'layaptiki, qo'ying, sunnati tiriltilayotganda birov bilmasa siz gunohkor bo'lib qolasiz-da, keyin uni ham gunohkor qilasiz deyapti. Bilmagan holatda emas, uni tushuntirib keyin tiriltiradi. Qanday desa, men birodarim, men manaqa holatda namoz o'qiyman, yo manaqa holatda manaqa bo'ladi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati deydi. Ya'ni mana mayatda kelyaptiki, kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emasdir deyapti. Aytayaptiki, sunnatni tark etib tursa bo'laveradi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda nima deyapti? Sunnatimdan, ya'ni meni sunnatimdan yuz o'girgan u mendan emas deyapti. Bu hazakam gap emas. Shu holatda yuradigan bo'lsa, Alloh taolo kofir bandalardan qilib qo'ymasin. Hozir bu sunnatni tiriltirmay qo'ya olaylik, anaqa qila olaylik, tark etib tura olaylik deydi. Bu oyatga ham, hadisga ham to'g'ri kelmaydi. Atiulloh va atiur rasul. Bunga ham to'g'ri kelmaydi. Sunnat turi, Qur'onda oyatlari turi. Qanday biz yuz o'giramiz? Hech bir mo'min erkak va hech bir mo'min ayol uchun Alloh va uning rasuli bir ishga hukm qilinganda o'z ishlarini o'zlaricha ixtiyor qilmoq yo'q. Kim Allohga va uning rasuliga osiy bo'lsa, bas va tahqiq ochiq adashibdi deyapti. Ya'ni Alloh va rasulining sunnati turganda, Allohning yo'li turganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati turganlarda biz bu sunnatni tark etib turaylik deganimiz aytayapti, ochiq adashibdi deyapti. Allohning sunnati turib, Allohning nabiyini sunnati turib va payg'ambarlarning sunnati turib biz qaysi ahvolda bir bandani gapiga kiramiz? Bu narsa, mana narsa yaxshiroqda payg'ambar qilgan ishni qilib turaylik demaymizda, ashi ona bandanikini qilib turaylik deymiz. Ochiq adash deyapti buni Alloh taolo o'zining kalomida, Ahzob surasida. Alloh taolo uning va rasuli huzurida ulardan oldin shoshilish qaytarib shunday marhamat qiladi. Qola taala: Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloh innalloha sami'un alim. Ey iymon keltirganlar, Allohdan va uning rasuli oldin shoshilmanglar va Allohga taqvo qilinglar. Albatta eshituvchi va bilguvchi zotdir. Bu to'g'risida hali inshaalloh yana to'xtalib o'tamiz. Qaysi mavzu to'g'risida desak, Xalifai Roshidinlar ham Allohning kalomi kelganda, payg'ambar alayhissalomning sunnatlari kelganlarida bundan yuz o'girmaganlar, tavba qilishganlar. Hozirgilarda aytsa yo'q, buni qilib tursa bo'laveradi deydi. Ramazon oyi inson o'zidan, uyida va jamiyatida Rasulullohning sunnatlarini tiriltirish uchun mavzu bo'lgan oy hisoblanadi. Ro'zaning sunnatlari haqida kitobni avvalida ozroq bo'lsa-da ma'lumot berib o'tdik. Ya'ni Alloh taoloning payg'ambari alayhissalomni to'g'risidagi ro'za sunnatlari haqida boshqa narsalarni oldingi darsliklarimizda gapirib o'tdik. Musulmon ro'zador inson Ramazonda va boshqa vaqtlarda qilib yurish kerak bo'lgan bir qancha sunnatlar bor. Keyingi shular haqida suhbatlashamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishton va uning hukmlari narsalar ostilari
osiltirishda qaytarganlar va shu ma'noda marhamat qilganlar. Mag'rurlik qilib kiyimni sudragan kishiga Alloh nazar solmaydi deyapti. U zot ko'p narsalarni qaytarganlar. Ulardan biri tik turib suv ichdi. Ushbu ma'nosi Imom Muslim, Termiziy va Abu Dovudlar Anas roziyallohu anhularda rivoyat qilingan. U zot sallallohu alayhi vasallam bir kishini o'rnidan turg'izib, uni o'rniga o'tirib olishdan qaytarganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam bir tovushda yoki bir mahsida yurishdan qaytarganlar. Imom Ahmad ibn Sa'd radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam ichimlik ichayotganda unga puflashdan qaytarganlar. Shu narsalarga juda e'tiborsiz bo'lib qoldik. Juda bee'tibor bo'lib qoldik va bu narsalardan ustida chiqib qolsak, bu narsalar ustida tortishadigan holatlarga kelyapmiz. Biz aytmoqligi vazifamiz, majburlab uni bo'ysundirib, qo'liga kishan olib kelib yoki uni qattiq gapirib, u vazifamiz emas. Alloh xohlasa itoat etadi, Alloh xohlamasa itoat etmaydi. Tabaroni Solih ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam tilla va kumush idish narsa ichishdan qaytarganlar. Nasai Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. U zot sallallohu alayhi vasallam erkaklarni tilla uzik taqishdan qaytarganlar. Termiziy rivoyati. U zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erkaklarni tilla va ipak mato kiyishdan qaytarganlar va uni ayollar halol qilganlar. Nasai va Ahmad rivoyat qilishgan. U zot sallallohu alayhi vasallam bomdoddan so'ng quyosh chiqquncha, asrdan so'ng quyosh botguncha qadar namoz o'qishda qaytarganlar va muttafaqun alayhi hadis. U zot sallallohu alayhi vasallam xuftondan oldin uxlashdan va undan keyin gaplashib o'tirishdan qaytarganlar. Nasai rivoyati. U zot sallallohu alayhi vasallam dodvoy zollab yig'lashdan qaytarganlar. Abu Dovud rivoyati. U zot sallallohu alayhi vasallam oq tupuklarni yulishdan qaytarganlar. Oq tuklarni yulishdan qaytarganlar. Termiziy, Nasai va Ibn Majja rivoyati. U zot sallallohu alayhi vasallam faqatgina juma kuni xoslab roza tutishdan qaytarganlar. Muttafaqun alayh. U zot sallallohu alayhi vasallam voshim turuzaka qilishdan qaytarganlar. Turvaka qilishdan qaytarganlar. Muslim va boshqa rivoyatlarda yuqorida zikr qilingan. Va undan boshqa qaytariqlar sahih hadis kitoblarida mavjuddir. Bu to'g'risida ham fiqh darsliklarimizda inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam misbak qilish sunnat hamda vorid bo'lgan. Bu haqida u zot aytadilar: agar ummatimga mashaqqat qilmaganda ularni har tahoratda misvak qilishga buyurar edim. Boshqa bir hadisda esa shunday marhamat qiladilar: misvak og'izni poklovchi, Robbini rozi qiluvchidir deb keladi hadis sharifda. Masjidga kirganda o'tirishdan oldin yoki rakat tahiyat masjid namozini o'qish sunnatdir. Bu Buxoriyning sahihlarida zikr qilingan. Masjidga kirishdan so'ng o'ng oyoq bilan kirish, chiqishda chap oyoq bilan chiqish, oyoq kiyimini o'ngdan kiyish va chapdan yechib, boshqaning uyiga kirishdan oldin 3 marta izn so'rash va agar ruxsat bersa kirib, ruxsat bermasa qaytib ketish ham sunnatlardan hisoblanadi. Bularni barcha sahih kitoblarda zikr qilingan bo'lib, men faqatgina kunlik sunnatlarni ishora qilib sizlarga aytib berdim xolos. Allohim bizlarni Rasulimiz Nabiy alayhissalomni sunnatlariga ergashish, unga amal qilish va undan bardavom bo'lishga muvaffaq qilgin va gunohlarimizni o'zing mag'firat aylagin va mehribonli va rahimli zotsan.
va o'zingdan o'zgaga muhtoj qilib qo'yma. Barcha gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh azza va jalla o'zi nasib ro'za aylasin. Mana bugungi ikki darsligimizni siz azizlar bilan gaplashib o'tdik. Alloh taolo eshitgan narsalarimizga taqvoli bo'lishlikni va hidoyatda bo'lib yurishlikni o'zi nasib ro'za aylasin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.